Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz fermerlar. Juda ko'plaringizdan savollar kelgan. Shu kunlarda chigit ekish mavsumi yaqinlashmoqda. G'alla 2025 bo'yicha hozir vegetatsiya davrini qoq markazida turibmiz. Bugun 8-mart. Paxta 2025 bo'yicha nima qilsak bo'ladi? Birinchi qadamni qanday qo'yamiz? Mineral o'g'itlar sarfi bo'yicha, sarfini kamaytirish bo'yicha. Bunda birinchi qadam hozir tuproqni kartogramma qilish kerak. Telefonda ham ko'p fermerlarimizga shu haqida tushuncha berdim. Tuproq kartogrammasi fermerlarimizga nima beradi? Bu sizni tuprog'ingiz strukturasi qandayligi, qaysi elementlarga ehtiyoji bor u, qaysi elementlar yuqori miqdorda saqlanmoqda. Shu haqida sizga tayyor ma'lumot berilgan, taxminan 5 varaqdan 10 varaqgacha bo'lgan hujjat. Buni karantin agentliklari qoshidagi tuproqni tahlil qilish, agrokimyoviy tahlil qilish markazlaridan olsangiz bo'ladi. Birinchi ilmiy dehqonchilikning birinchi rukni shundan iborat bo'ladi. Ekishdan avval qo'llaniladigan o'g'itlarni sarfi miqdori shundan kelib chiqadi. Shunga qarab siz mineral o'g'itlar sarfini nazorat qila olasiz. Mana yaqinda Qoraqalpog'iston Respublikasida 17 kun mobaynida biz seminarlar o'tkazdik g'alla va paxta bo'yicha. O'tgan yil 2024-yilgi natijalar bo'yicha fermerlarimizni fikrlari bilan tanishish maqsadida Qoraqalpog'istonning barcha tumanlarida bo'ldik. Xuddi shu yerda biz Qoraqalpog'iston Respublikasi tuproqni tahlil qilish ilmiy tadqiqot markazi direktori o'rinbosari biz bilan doimiy hamkorlik qildi. Biz bilan hamrohlikda barcha tumanlarda bo'ldik. Biz fermerlarga o'z fikrlarimizni tushuntirishimiz oson bo'ldi. Chunki tuproq yo'nalishida haqiqiy mutaxassis yonimizda shu inson o'z fikrlarini fermerlarimizga yetkazib berdi. Biz ularga qo'shimcha holatda keyingi mikrobiologik suspenziyalar bo'yicha fermerlarimizga birga ular bilan hamkorlikda juda chiroyli, yaxshi seminarlar tashkil qildik. Mana hozir Xorazm viloyatidan ham takliflar tushmoqda. Xudo xohlasa biz vaqtimizga qarab Xorazm viloyatining tumanlarida ham ushbu seminarlarni davom ettiramiz degan umiddaman. Adashmasam o'tgan yil 2024-yilda 27 ming so'mdan bo'ldi. Bu gektariga fermerlarimizga bu unchalik qimmat emas. Sababi masalan 100 gektar yeri bor odam 2 million 700 mingga butun tuprog'ini strukturasini 5 qo'ldek bilishi mumkin. Qo'lida shu hujjatda rangli tasvirlar bilan yozilgan holatda bo'ladi. Bunga qarab turib fermerlarimiz mineral o'g'it qancha berishi kerak, fosforli o'g'itlar qancha berish kerak, kaliyli o'g'itlar yoki azotli o'g'itlar qancha tuproqqa kiritilishi kerak, uni ehtiyoji qancha. Balki azotli o'g'itlar umuman kerak emasdir boshida. Yoki fosforli o'g'itlar umuman berilishi shart emasdir. Xuddi shu savollarga fermerlarimiz ushbu kartogrammadan javob oladi.